Şoňlatgan dostlarga yeni konu xeridalını qanda tutup qilish chorasini öğütüp qo'y. Bizning nurg'un yemek içme xo'jaligimiz töngu yeni ziyni setip xeridalını jalb qilman. Xeridalga dukunimni bildirman. Xeridalını jalb qilib, sodamni oshirman deb qaraydi. Lekin shunchalar pulni xarjlab, akagan xeridallar sizga pul topqizmasdan sizga nurg'un shopping berib o'tadi. Shundan ham siz foydani o'tnib berib, xeridalni kundirib olman deb o'ylab qilgan faoliyatingiz aksicha faoliyat to'xtatish bilanla xeridam bir aqli to'xtaydi. Amaliyot sizning xerida yig'ish usulingiz xato. Nimishqa? Çünkü sizin nişanınız hata olib qoldi. Siz bir narsani tushunishingiz kerak. Biz yemek içme qilayotganlar nimaga tayinib tijorat qilmaymiz? Tuan baliq to'ngu emas, dal konu xeridalning qarshi ilinishdan keldi. Unda konu xeridal nereden keldi? Dal yeni xeridalning itiraf qilinishdan keldi emasmi? Masalan, tamqingizning ta'mi yaxshi bo'lsa, alayda o'zingizga xos bo'lgan tamoqlaringiz bo'lsa, mulozimatingiz, muhitingiz, eng muhimi tamoqlaringizning bazı intan muvofiq bo'lishi kerak. Mush narsalarınız orqali xeridorlaringizni qoyil qilganda xeridormi ishkilanmay kelgan bo'ldi. Esingizda bo'lsin, mushlan siz his qildira olsangiz, xeridormi xajlagan pulim arziydi deb qayt kelish orqali kon xeridorga aylandi. Lekin xo'jayin do'stlar, sizlar mush ishlarga haqiqiy ko'ngil bo'lib vaqtinglarmi? Nurg'un do'stlar, xeridorlar azangamroq, yepla qochidi deb o'ylag'achqa, mush masalaga ko'ngil bilmay tamoq mulozimatdan chatoq chiqib, sizning tamoqlaringiz, mulozimatlaringiz oshxonangizni xeridorga azan ko'rsatib qo'ydi. Oxirida tamoqlar azanga deb kelgan xeridormi tamoqlar tetmidi deblar sizni tashlab boshqa do'konlarga ketib qoldi. Siz shunchalar pul xarjlab azan tamoq setib, xeridorlar tetib baqsin degan shu planingiz aks xeridorning sizni oshxonangizni kamsitib, qayt kelmaslikka bano bo'lib qoldi. Şunlaşqı dostlar, ticaret qilish faqat ig'zimizda bo'lib qolmasin. Setishni ham ko'zlab, qayt kelishni o'ylashmasak bo'lmaydi dostlar. Shunga oldi bilan xeridorning qayt kelishini o'ylashib, ondan setishni o'ylashganda haqiqiy mukammallashgan savdo taktikasi bo'ldi. Oxirida tijorat qilayotgan do'stlarga g'ayrat qilinglar. Xavf, xatar, fursat tang mavjud bo'lgan 2024 da tantirishayli. Yana bir ish do'stlar, bu yil yershi dahshat qaynaydi. Bu yilgi yershi ichish fursatini qo'ldan bermsam bo'ldi, yershiga vahshiy mos keladigan jamoat topsam bo'ldi deydigan do'stlar. Butun Shinjongga o'zimning markasida, o'zimning retsept bilan har bir yershiga birdan haru qo'yish planim bor do'stlar. Nejmi ko'y bilanlar ish boshlash fursati endi keldi do'stlar. Qiziqishlar men bilan ayrim aloqalashinglar. Butun hunar, retsept, marka